Toifalarga bermayman dedi. Mumkin emas. Toifalarning obyektini nima tushunasizlar? Siz nimani tushunasiz? Toifalarning qurol yarog' saqlanadigan, davlat siri saqlanadigan. Xo'p. Obyektda masalan qurol yarog' Kim saqlanadi. aytdi sizga qurollar saqlanmaydi? Qani saqlanayapti shu yerda? Sizga ko'rsatamizmi? Yo'q, aynan mana bu yerda saqlanyaptimi? Aynan turgan joyimizda. Siz nima deyapsiz, opa? Turgan joyim. Siz yaxshilab borib. Toifalarga. Qarang, siz o'qib oling. Men yoki o'qib bering hozir, men tanishib chiqib ketaman. Tushundim. O'qib bering. Yig'ishtirib keting. Bu toifalarga obyekt hisoblanadi. O'qib bering. Tushuning. Qurollar ham hamma narsa saqlanadi. Hop, men qurol yarog' saqlanadigan joyga kirayman. Siz kira olmaysiz, lekin Ha, o'sha kiraman. haqqingiz ham yo'q. Hop, men kiraman deyman qurol yarog' saqlanadigan joyga. Opajon, aslida. Kiraman deyman. Mana shu buni mumkin emas. Keyin kameraga ham olishmangiz mumkin emas. Qayerda yozilgan? Endi yopishtirib. Qonun bilan asoslantirib bering. Tushunmadim. Qonun bilan asoslantirib bering. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda belgilab qo'yilgan. Nechinchi modda? Ko'rib bo'lsa agar. Moddasini bilmayman hozir. Nima bilmasiz talab qolasiz. Ko'rmaysizmi? Mumkin emas deb. Men ham yozib qo'yishim mumkin emas deb. Men ham mumkin deb kirgizishim mumkin. Jurnalist. Taqdim etdim. Kimga Taqdim etdim. Qani? Siz birinchi o'zingiz tanishtirib taqdim eting, keyin men taqdim etaman. Taqdim eting, dasturingizni ko'rsating. Dasturlar xonamda turibdi. Bo'ldi, olib chiqing, men keyin sizga ko'rsataman. Bu siz birinchi ko'rsating, kelishdan oldin. Yo'q, men bular bilan skip men bilan gaplashasiz. Xodimligimni biladi. Siz Men tanimayman-da. Qayerdan ekanligingizni, Men tanimayman. qachon kelganingizni, bitta dasturini olib chiqing, men sizga tanishtiraman. Dasturini tanishib topdim. ko'rsating siz. Yo'q, siz olib chiqing. Olib chiqing. Bo'ldi, olib chiqing, men sizga tanishtirib, shu turib turaman men. Boring. Olib chiqing. Meni fikrimcha, tergovchi bu ish yoki yeb qo'ygan yoki tanish bilishchilik qilyaptimi degan fikrga boryapman. Chunki chiqib javob bera olmayapti. O'zi ishlagan deylar, o'zi ko'rgan deylar. Nahotki to'g'ri ishlagan bo'lsa, chiqib men to'g'ri ishlagan, men fuqaro noto'g'ri gapiryapti deya olmaydi. Yo'q, men oxirgi paytlar hayron qolyapman. Ichki ishlar xodimlari biz qonunni bilib aytibmiz ham. Qonunni shu moddasigacha aytibmiz, lekin shunga ham amal qilishmayapti nimagadir. Lekin o'zlaridan qonun so'rasak, uni ham yeta olmaydi. Lekin bizdan nimalarni talab qilishadi.